Assalomu alaykum. Avvalgi darsimizdan boshlab file chooser klassi bilan tanishishni boshlagandik. Bugungi darsimizda ham u to'g'rida batafsilroq so'z yuritamiz. Bugungi darsimizda bitta dasturcha yozsak, dasturchamizda tepasiga bitta button qo'yaylik, pastiga image view qo'yaylik. Buttonga bosgan vaqtimizda, tugmaga bosgan vaqtimizda file chooserda show open dialogi ochilsin, keyin biz tanlagan faylni image view ga tashlab, o'shanda ko'rsatib beradigan bitta dasturchaga kod yozishga urinib ko'rsak. O'tgan darsda yozilgan narsalar hech qaysinisi o'chirilgani yo'q, shundayligicha turibdi. Hozirgi darsimizda tepaga bitta button yasab olaylik. Fayl ochish deb buttonimga nom beray. Sarlavhasiga fayl ochish deb yozib qo'yaman. Undan keyin bitta image view kerak bo'ladi bizga. Buni final deb ochaman, chunki bundan xolislanishida foydalanmoqchiman shuning uchun. Bunga endi rasm deb nom beraylik. Yasayotgan image view'imizni o'lchamlarini ham berib qo'ya oldindan. Set fit width ni beramiz. Ena 250 bo'lsin. Bo'yini ham berib qo'yishimiz mumkin. Bu ham 250 bo'lsin. Endi biz bergan o'lchamga rasm joylashgan vaqtda cho'zilib yoki bo'lmasam torayib, xuneylashib ketib qolmasligi uchun bu image view'dan olingan obyektda o'zini set preserve ratio degan metodi bor. Agar true berib qo'yadigan bo'lsak, o'zi sekin moslashib oladi. File chooser'imizni final deb o'zgartirib qo'yaylik, chunki bundan ham hozir hodisani ichida foydalanamiz. Navbat endi tugmaga bosgandagi vaqtdagi hodisaga kod yozishi keldi. Uning uchun set on action ga kod yozishimiz kerak. New event handler deb yozamiz bekka. Birinchi bitta fayl obyekt yasab olaylik. Yasayotgan obyektimizning nomini fayl deb nomlayman. Bu faylga dastlabki qiymat sifatida fayl tanlagichimizdan, ya'ni fayl chooser'imizdan kelayotgan qiymatni olamiz. Uni qanaqa qilib olamiz desanglar, bunday qilamiz uni. Fayl tanlagichda show open dialog deb yozib qo'yamiz shekilli. Shu qator fayl tanlagichda open dialog qilib ishga tushiradi. Fayl tanlagich yordamida tanlangan faylni fayl degan obyektimizga dastlabki qiymat sifatida tayinlab qo'yadi. Endi undan keyin hozir shart tekshiraylik. Shart tekshirib aytamiz, agar faylimiz null bo'lmasa, ya'ni nimadir tanlangan bo'lsa, rasmga qiymat o'rnatib qo'yishimiz kerak. Set image deb shu joyda ichida bitta yangi anonim image obyekt yasab olsak bo'laveradi. Buning uchun new image deymizda. Bu joyga fayldan kelgan qiymatni qo'yish uchun fayl deb yozib olishimiz kerak. Ikki nuqta qo'yib turib, davomiga faylni qo'shib qo'yamiz. Fayl tanlagich yordamida tanlangan faylimiz null bo'lib qoladigan bo'lsa, u holda return deb bu metodni ichidan chiqib ketaveramiz. Kodimiz mantiqiy qismi tayyor bo'ldi. Endi bularni layoutga joylab turib, sahnaga joylab ishga tushirib qo'ysak bo'ldi. Bitta vbox yasab olay. V berib nom beraman. Vboximizni yasab, uning ichiga tepada button turishi kerak bo'lgani uchun tepaga fayl ochish deb ochgan buttonimizni qo'yamiz. Uni tagiga rasmni qo'ysak bo'laveradi. Endi obyektlar bir-biriga yopishib qolsa ham dastur nihoyatda xunuk ko'rinadi. Shuning uchun buni set spacing'ga 10 qiymat beramiz. Dasturni chekkalari oynaga yopishib qolsa ham dastur juda xunuk bo'ladi. Shuning uchun VB ga set padding deb turib, hamma tomonidan 10 dan joy beraylik. Endi sahnamizga set title metodi yordamida sarlavha ham qo'yib qo'ysak, file chooser'ga namunadir. Sahnamizni show deb qo'yadigan bo'lsa, hozir dastur ishga tushganda ko'rinadigan holga keladi. Sahnaga epizodni ham joylashtirib qo'yishimiz kerak. Set scene metodi yordamida new scene deb ildiz sifatida vbox deb beraveramiz. Oynamizni bo'yini ham, enini ham 300 dan qilib qo'ysak, endi mana kod ishga tushirib ko'rsak, xudo xolisa mana hammasi yaxshi ishlaydi. Ko'rib turganingizdek, mana fayl ochish degan bitta tugmamiz chiqdi. Sarlavhasida fayl chooser'ga namuna deyapti. Fayl ochishni bossam, C diskdagi vaqtincha papkani ochib beryapti. JPG faylni tanlasam, men tanlagan JPG faylni image view ga ochib beryapti. Yoki bo'lmasam GIF fayllardan tanlayman deb turib, GIF faylni tanlasam, men tanlagan faylni ochib beryapti yana. Yoki bo'lmasam xohlagan tipimdagi fayl tanlashni ko'rsatishim mumkin. O'zim xohlagan tipdagi faylni ko'rsatib, tanlamasam bo'laveradi, xohlasam PNG faylni tanlayman deyman. Xohlasam hamma fayllarni ko'rsatib turib, barcha fayllarni ko'rsatib turib, o'zimga yoqqanini tanlab image view'imga ochib qo'ysam bo'laveradi. Ushbu darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz shundan iborat edi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.